大家好，欢迎来到我的 HSK 以及汉语课堂。我们慢慢开口说汉语，从第11个开始上课。Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan HSK birinchi darajasining 11 mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Demak, 11 mavzu. 现在几点? Hozir soat necha? Demak, bugun sizlar bilan xitoy tilida qanaqa qilib soat, ya'ni necha soat necha bo'ldi, hozir soat 11, hozir soat 12 degan gaplarni tuzishni, savol berishni o'rganamiz. Demak, xitoy tilida qanaqa qilib soatni ifodalaymiz? Misol uchun soat 9 bo'ldi, to'g'rimi? 现在几点? Misol uchun birinchi raqam, keyin dian, ya'ni soatni, vaqtni bildiruvchi ieroglif so'z qo'yiladi. Undan keyin minutni, daqiqani bildiruvchi so'z qo'yiladi. Misol uchun 9 dan 5 ta o'tdi, to'g'rimi? 9点5分, 9点5分钟. Misol uchun 9 dan 5 ta o'tdi. 9 9 dian bu soat va ya'ni 5 ta o'tdi. 5 5分钟 bu minut, daqiqa degan, to'g'rimi? Misol uchun misolga qaraymiz. 9点9, 11点11, 2点 bu soat 2 degani. Nima uchun ardian deyilmaydi? Chunki bu xitoyliklarni odati shunaqa o'rganib qo'ygan. Liangdian deb javob beradi. O'sha savol berganda, misol uchun 现在几点? 现在2点, 现在早上2点, 现在下午2点. Misol uchun tushlikdan keyingi 2 yoki ertalabki soat 2 kechqurun degan ma'noda ishlasak bo'ladi. Keyingisi, xitoy tilida vaqt, soatni qanday ataymiz, to'g'rimi? Misol uchun qaraymiz. 5 dan 30 daqiqa o'tdi. 5点30分钟, to'g'rimi? Birinchi soat, keyin daqiqa. 5点30分 yoki 5点30分钟 都可以. Hammasini shunaqa ikki xil ifodalasak bo'ladi. 11点10分 yoki 2点05分. Xitoyliklar asosan lingni ishlatmaydi. 2点5分 deydi. Ling kerak emas, juda ham rasmiy. Bizga nima deydi? Oddiy muloqotda ishlatiladigan uslubi kerak. Keyingisi, xitoy tilida qanday vaqtni aytamiz, to'g'rimi? Misol uchun ertalabki, tushlik, kechqurungi soat 5. Qanaqa aytamiz? Misol uchun 早上8点, ertalabki 8, 下午3点10分, tushlikdan keyingi, ya'ni obeddan keyingi 3 dan 10 ta o'tgani, to'g'rimi? 下午5点20分钟, 25分钟. Misol uchun kechki, obeddan keyingi tushlik 5 dan 25 daqiqa o'tgan paytda, ya'ni AM, PM ingliz tilidagi shunaqaga to'g'ri keladi. Misol uchun xitoy tilida liangdian, ardian emas, to'g'rimi? Misol uchun o'zbek tilida 15 ta kam, 20 ta kam deb aytamiz-ku. 15 ta kam, 5 ta kam, ya'ni 4 dan 55 ta o'tgan bo'ladi. Shuni xitoy tilida qanaqa aytiladi? Cha bilan beriladi yoki yiki, ya'ni 15 daqiqa. Yiki 15 daqiqani, ya'ni chorakni beradi. 现在3点yiki, ya'ni hozir 3 dan 15 daqiqa o'tdi degani. Yoki cha bu o'sha soatga yetmagan ma'nosida beradi. Misol uchun cha yiki 9点, 15 ta yetmadi 9 bo'lishiga, ya'ni 15 ta kam 9, to'g'rimi? Yoki cha 10分钟3点, 3 ta yetmadi 10 ga, ya'ni 2 dan 50 ta o'tgan hozir. Juda ham qiziqarli ma'lumot. 现在cha 5点, 现在cha 5分, 5分3点, hozir 5 ta kam, 5 ta kam 3. O'zimizda ham xuddi shunaqa 5 ta kam. Biz lekin takamni qo'shib yozamiz. Xitoy tilida cha, ya'ni u ham yetmagan ma'noda ishlatiladi. Xitoy tilida vaqt, misol uchun ega, vaqt va harakat. Mama 8点, mama 6点做饭. Oyim 6 da ovqat qiladi, to'g'rimi? Kim ovqat qiladi? Oyim ovqat qiladi. Qachon ovqat qiladi? Aniqlovchi. 6 da ovqat qiladi. Nima qiladi? Ovqat qiladi, to'g'rimi? Ega, aniqlovchi va kesim. Li 老师上午8点去学校. Li ustoz ertalab 8 da maktabga boradi. Kim boradi? Li 老师. Qachon? Ertalab 8 da nima qiladi? Universitetga boradi. Ketma-ketlikka alohida e'tibor beramiz. O'zimiz misollarni ko'ramiz va o'rganamiz yaxshiroq bo'lish uchun. Ega, vaqt anglatadigan, vaqtni ifodalaydigan gaplar va kesim. Misol uchun 李老师上午8点去学校, to'g'rimi? Ustoz ertalab 8 da universitetga boradi. Biz aytdik egadan keyin vaqtni qo'llaymiz deb. Lekin xitoy tilida aytish mumkin egadan oldinni, vaqtni. Misol uchun 上午8点李老师去学校. Farqi nimada? Oldinda aytsak nimada, egadan oldin yoki keyin aytsak? Faqatgina bitta farqli jihati, qachon biz vaqtga urg'u bersak, o'sha vaqtni oldin qo'yamiz egadan. Misol uchun 上午8点李老师去学校.
Ertalab 8da Li ustoz maktabga boradi. Qachon boradi? Ertalab 8da. Vaqtga urg'u beramiz. Jiang shijian. O'sha paytda vaqtga urg'u beradigan paytda egadan oldin vaqtni qo'llaymiz. Keyingisi qian oldin so'zi, ya'ni nimadirdan oldin, 8dan oldin, o'ndan oldin degan ma'noda ishlatamiz. Ya'ni 3天前 3 kun oldin, 一个星期 qian bir hafta oldin, 4天前 soat 4dan oldin, 星期五 qian ya'ni juma kunidan oldin, 你什么时候去学校 8天前 san maktabga qachon borasan? 8dan oldin maktabga boraman degan ma'noda ishlatsangiz bo'ladi. 你什么时候回北京 qachon Pekinga qaytib kelasan? 星期六 qian ya'ni shanba kunidan oldin. 你星期五 qian能回家吗 ya'ni juma kunidan oldin uyga qayta olasanmi? Nang qayta olaman degan ma'noda ishlatsangiz bo'ladi. 什么时候去学校 demak qachon maktabga borasan? 8天前 ya'ni 8dan oldin. Vaqt va qian o'shanda ishlatamiz. 8dan oldin. Oldin 8dan emas, before 8 emas. Ingliz tiliga o'xshab. Bu grammatik struktura o'zbek tiliga o'xshaydi. 8dan keyin, 8dan oldin degan ma'noda ishlatsak bo'ladi. 表示在某个时间之前 degan ma'noda, to'g'rimi? Ma'lum bir vaqtdan oldin. 8天前 8dan oldin, 星期五 qian juma kunidan oldin, to'g'rimi? Ma'lum bir kundan oldin, 3 kun oldin, 8dan oldin, bir hafta oldin, juma kunidan oldin, ya'ni hafta kunlari yoki ma'lum bir kun yoki ma'lum bir soatdan oldin qian so'zini qo'yib biz ifodalaymiz. Nimadir soat, vaqtdan oldin degan gapni tuzishimiz uchun. Neytral tonda qanday vazifalar bor? Misol uchun, endi neytral tonga ahamiyat beramiz. Neytral ton xitoy tilida shunchaki oddiy fonetik jarayon emas, balki bu ma'nolarni anglash turi hisoblanadi. Misol uchun, dongsi, 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 dongsi. Ikkalasi ikki xil, to'g'rimi? Bittasi dong sharq va g'arb anglatsa, bittasi narsani anglatadi. Endi e'tibor beramiz, audioni eshitib, farqlarini ko'ramiz. O'zimiz takrorlaymiz baland ovozda. Demak, audioni eshitishni boshladik. 轻声的功能 Function of neutral tone syllables. 老子，老子，买卖，买卖，大意，大意， Demak, audioni eshitdik, o'zimiz qaraymiz qanaqa farqlariga. Misol uchun, laozi ota, to'g'rimi? Laozi bo'lsa laozi. Bu faylasuf, qadimiy Xitoyni faylasufi hisoblanadi. Laozi bo'lsa ota bo'ladi. Maymay bu biznes qilmoq. Suo maymay yoki maymay nimadir olib, nimadir sotmoq, to'g'rimi? May bu sotib olmoq, may sotmoq. Ikkalasiga alohida farqlanadi. Misol uchun, tai careless, ahamiyat bermaydi, to'g'ri bir ishlarni bajarmaydi yoki tai juda ham bir rough idea, yaxshi bo'lmagan, chuqur o'ylanmagan idea ma'nosida ishlatiladi. Keyingisi, hierogliflar qanday kelib chiqqan? Misol uchun, ya'ni obed, to'g'rimi? Tushlik degan ma'noda. 11dan 1gacha bo'lgan vaqt oralig'i qanaqa yoziladi? Qanaqa holatdan qanaqa holatga kelgan? Ketma-ketlik yozish tartibi alohida e'tibor beramiz. Dian bu nimaga nisbatan ishlatilgan? Oldin yomg'irdan keyin sodir bo'ladigan nimaga? Chaqnashga ishlatilgan, to'g'rimi? Ana shunaqa holatda chaqmoq degan hozirgi kunda energiyaga oid bo'lgan narsalarga ishlatiladi. Now, misol uchun kompyuter. Hieroglif kalitlari orqali yozish, hierogliflarni misol uchun e'tibor beramiz. Mana bu kalitga, ya'ni joy, yer ma'nolarini anglatadi. Misol uchun, yuan, yang, hovli degan ma'noda ishlatiladi. Misol uchun, ni odam kaliti bor, to'g'rimi? Oldida ta e'tibor beramiz qanaqa yozilishiga. Yuan yoki yang qanaqa yozilyapti yoki ni yoki ha degan e'tibor beramiz ketma-ketligi va radikallari, ya'ni hieroglif kalitlarini qanaqa o'qilishi, yozilishiga. Endi audioni eshitamiz, matnni o'qiymiz va tarjima qilamiz, talaffuz qilamiz chiroyli aytishga. Demak, boshladik audioni eshitishni. Lesson 11. What's the time now? 课文一 Text 1. 现在几点？现在10点10分，中午几点吃饭？ 12点吃饭。
New words. 现在点分中午吃饭 Audioni eshitdik, o'zimiz tarjima qilamiz. Demak, boshladik. 现在几点? Hozir soat necha? 现在10点10分. Hozir soat 10dan 10ta o'tdi. 中午几点吃饭? Tushlikda qachon choy ichasan? Soat nechida choy ichasan? 12点吃饭. 12da choy ichaman. Demak, 现在 hozir. 点 bu soat degani, to'g'rimi? 分 bu daqiqa. 中午 tushlik, 吃饭 bu ovqat yemoq degan ma'nosida ishlatiladi. Keyingisi. Audioni eshitamiz. Matnni课文 o'qib, 2 chiroyli birga talaffuz qilamiz. Text Demak, boshladik. 2. 爸爸什么时候回家？下午5点我们什么时候去看电影？ 6点30分 New words. 时候回我们电影 Demak, audioni eshitdik, tarjima qilamiz. Baba 什么时候回家? Dadam nechida keladi uyga qaytib? 下午5点. Obeddan keyin, tushlikdan keyin soat 5da. 我们什么时候去看电影? Biz qachon kino ko'rishga boramiz? 6点30分. Demak, 6dan 30 daqiqa o'tganda. Demak, 时候 bu vaqt. Qachon? 什么时候? What time degan ma'noda keladi. 回 qaytib kelmoq, 回家, 回学校, 回来, qaytib kelmoq degan. Come back, go back. 我们 biz 电影 bu kino degan film. Keyingisi audioni eshitamiz, o'zimiz 课 harakat 文 qilamiz, qayta 3 takrorlashga, matnni o'qishga. Text Demak, three. boshladik. 我星期一去北京，你想在北京住几天？住3天，星期五前能回家吗？能。 New words. 住前 Proper noun. 北京 Demak, audioni eshitdik, tarjima qilamiz. 我星期一去北京. Men dushanba kuni Pekinga boraman. 你想在北京住几天? Sen Pekinda necha kun turasan? 住3天. 3 kun turaman. 3 kun. 星期五前能回家吗? Juma kunidan oldin uyga qayta olasanmi? Nang, qayta olaman. 住 turmoq, yashamoq degan ma'noda qolmoq. Tian oldin, to'g'rimi? Qachon? Necha kun oldin? Qaysi kun oldin? Hafta kunlaridan oldin. Juma kuni oldin, soat 5dan oldin degan ma'noda. Proper noun, ya'ni atoqli ot. Beijing bu Pekin degan, ya'ni Xitoyning poytaxti. Endi quyidagi savollarga javob beramiz. 现在几点? 他们几点吃饭? 爸爸什么时候回家? 他们什么时候去看电影? 他去哪儿? 什么时候能回家? Shu savollarga namunadagidek javob berishga harakat qilamiz. Demak, 现在几点? 现在几点? 7 soat 7, to'g'rimi? 他们几点吃饭? Ular qachon ovqatlanadi? 他们7点吃饭 yoki 他们8点吃饭 8da ovqatlanadi, 7da ovqatlanadi. 爸爸什么时候回家? Dadam qachon uyga qaytib keladi? 爸爸8点回家. 爸爸7点前 7dan oldin 回家. 他们什么时候去看电影? Ular qachon kino ko'rishga boradi? 他们7点去看电影. Ular 7da kino ko'rishga boradi. 他去哪儿? 什么时候能回家? 他去公园. 他7点能回家. U parkka ketdi. U 7da uyga qaytib keladi degan ma'noda shunaqa javob beramiz. Bu yerda rasmlarga qarab, o'zimiz oldin o'rgangan matndan, lug'atlardan, grammatik strukturalardan foydalanib bu savollarga javob beramiz. Va bu yerda ham, misol uchun 3 dan 30 daqiqa o'tdi. 3 dan 20 ta o'tdi. 11 dan 23 ta o'tdi. 1 dan 27 ta o'tdi degan mana bu yerda rasmda berilgan savollarga o'zimiz harakat qilamiz xitoycha javob berishga. Bu yerda ham xuddi shunaqa. E'tiboringiz uchun rahmat. 谢谢大家的观看。下次见，拜拜。